PSJning barcha futbolchilari taqdimotlarga o'z ayollari bilan tashrif buyurishadi, ammo Usmon Dembele emas. Bilmaydiganlar uchun aytaman, uning turmush o'rtog'i erining o'yinlariga borishni istamaydi. U marokashlik yosh qiz Rima Edibush. Fransuz futbolchisi u bilan bir necha yillardan buyon birga. Dembele u bilan tanishganida qiz millionlab obunachilarga ega TikToker edi. 2021-yil dekabr oyida ular turmush qurishdi va to'ydan so'ng Rima hech qachon stadionlarda ko'rinmadi. 2023-yilda Usmon PSJga kelganidan so'ng u bir marotaba ko'rinish bergan. Dembele shaxsiy hayotini boshqalarga ko'rsatishni istamaydigan kam sonli futbolchilardan, na qizi bilan, na ahli ayoli bilan. Rimaning ijtimoiy tarmoqlarda jami 15 million obunachisi bo'lsa-da, hech qachon u yuzini ommaga ko'rsatmagan. Dembelening so'zlariga ko'ra, aynan shuning uchun u stadionlarga, o'yinlarga tushishni istamaydi. Ammo Dembele qizi va ayolini Myunxendagi finalga kelishlarini qat'iy istagan, chunki futbolchi g'alaba qozonishiga ishonar edi va bu juftlik birgalikda Chempionlar Ligasi kubogini ko'tarishdi.